Dildagi mehringiz bo'lmasin ado, aziz boshingizni asrasin Xudo, qalbingiz doimo quvonchga to'lsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kuzatuvchilar. Siz azizlar bilan loyihamiz orqali g'oyibona bo'lsa-da diydorlashib turganimizdan behad mamnunmiz. Bugun tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni shukrona kunlari bilan samimiy muborakbod etgan holda navbatdagi tabriknomani bugungi kun qahramonlaridan biri bo'lgan ajoyib inson go'zal opamiz Yulduz opaga yo'llab qo'yamiz. Ayni fursatlarda biz ularni bugungi quvonchli kunlari bilan yaqin insonlar nomlaridan tabriklab, birgalikda xursand qilamiz. Qad ketdik. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yulduz opa bilan bog'landikmi? Shunday. Opajon, salomatmisiz, omonmisiz? Yaxshi, rahmat. Boshlangan kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun Allohimga suyukli banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan nurafshon fayzli kunning egasi ekansiz. Shu munosabat bilan ayni fursatlarda biz sizni go'zal dil izhorlari loyihasidan bezovta qilayapmiz. Loyiha boshlovchisi Marjona Fayzullayeva siz bilan g'oyibona suhbatlashmoqda. Rahmat. Opajon, bugungi chiroyli sana, tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Oilangiz, yaqinlar, qadrdonlar baxtiga hamisha sog', salomat bo'ling. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Rahmat. Opajon, bilasizmi, sizni bugungi quvonchli kuningizda kutilmagan noodatiy tarzda tabriklab, sizga unutilmas onlarni baxsh etib, sizning kayfiyatingizni ko'tarib, yuzingizga tabassum, qalbingizga quvonch ulashishni niyat qilgan yaqin insonlaringiz nomlaridan bizning loyihamizga sizga atalgan samimiy tilaklar va go'zal dil izhorlari yetib kelgan ekan. Mana shunday surpriz sovg'ani kimdan kutasiz? Taxmin qilib ko'rasizmi? Kim sizga shunday surpriz tayyorlagan bo'lishi mumkin? Bilmasam, farzandlarim, yaqinlarim bo'lsa kerak. Albatta, barchamiz bunday quvonchli kunlarda go'zal dil izhorlarini, samimiy tilaklarni o'z yaqinlarimizdan, qadrdonlarimizdan kutamiz. Ayni damda biz sizni turmush o'rtog'ingiz Alisher aka hamda o'g'lilaringiz Ziyovuddin, Dilshodbek, Nodirbek hamda Diyorbek nomlaridan samimiy tabriklaymiz, xursand qilamiz. Rahmat. Ilohim sog' bo'lsin, baxtimga barchasi omon. Ilohim. Opajon, aynidan ijozat bersangiz, biz uchun birozgina qimmatli vaqtingizni ajratsangiz, mehribonlaringizni siz uchun yozib yo'llagan go'zal dil izhorlarini sizga o'qib eshittirsak, tinglashga tayyormisiz? Rahmat, tayyorman. Assalomu alaykum qadrli onajonim, bebaho boyligim, mu'nisim, mehribonim. Siz borki bizning hayotimizda ma'no, mazmun. Siz borki o'tayotgan har onimizda baxt, quvonch bor. Siz bizning hayotimiz mazmunisiz. Sizni ta'riflashga so'zlar yetmaydi. Sizga hurmatimiz, mehrimiz, muhabbatimiz cheksiz. Sizni va dadajonimizni duolari sabab biz shu kunlarga, shu darajalarga yetib keldik. Bizni qo'llab-quvvatlashlaringiz biz uchun ulkan baxt. Shunday ulug' kunda sizga eng samimiy tilaklarimizni yo'llab qolamiz. Tug'ilgan kuningiz sizga bir olam baxt, quvonch olib kelsin onajon. Bizlarni baxtimizni ko'rib, uzoq yillar dadajonim bilan birga bizlarga bosh bo'lib yuringlar. Alloh sizlarni o'z panohida asrasin. Onajon, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz.
Baxtimizga hamisha sog' bo'ling. Hech qachon g'am ko'rmang, dard ko'rmang, betob bo'lmang volidam. 100 yoshlaringizni ham biz farzandlaringiz va kelin nabiralaringiz hamrohligida nishonlab, rohatlarimizni, baxt va kamolimizni ko'rib yuring. Bir umr xizmatlaringizni qilib, duolaringizni olib yuraylik. Shukronalik ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim baxtimga ularga salomat bo'lsin. Ilohim rahmat opajon, bilasizmi, ushbu ajoyib surpriz tabriknoma maktubida farzandlaringizni siz uchun yozib yo'llagan ajoyib she'riy sovg'asi ham bor ekan. Maylimi, hozir shuni ham o'qib eshittirsak? Mayli. Koshonamning farishtasi bo'lib yurgan, quvonchimni ko'rib baxtga to'lib yurgan, doim omad tilab duo qilib turgan, boringizga shukr jannatim onam. Tizzangizga boshim qo'ysam, dardim ketar jonim onam. Bu dunyoda o'zingizsiz yolg'iz mehribonim onam. Har yumushni o'ylama deb, qo'y o'zingni qiynama deb, bolam deysiz g'amimni yeb, mening xokisorim onam. Tun kechiksam yo'lim qarab, boshim silab hol so'raysiz, ko'nglim cho'ksa erkalaysiz, olib doim yonim onam. Kasal bo'lsam siz ming xalak, bezovtasiz giryon yurak, sizning kabi yo'q jonsarak, jahonimsiz jonim onam deya ushbu she'riy sovg'ani hamda go'zal deriskorlarini sizga cheksiz hurmat va mehr muhabbat ila Alloh bergan ne'matlaringiz, farzandlaringiz, mehribonimiz, onajonimiz uchun deya loyihamizga yozib yo'llagan ekanlar. Biz esa siz uchun atalgan surpriz tabriknomani sizga o'qib eshittirdik opajon. Rahmat. Ilohim mana shu farzandlarim baxtimizga sog' omon bo'lsin. Ilohim. Bilasizmi opajon, siz bilan bo'lib o'tayotgan ushbu suhbatimiz loyihamiz tomonidan yozib olinmoqda. Shu boisdan aynidan sizga ham yana bir bor imkoniyat beramiz. Marhamat, farzandlaringiz uchun atalgan o'zingizni chiroyli tilaklaringiz, dil so'zlaringiz bo'lsa, ularga yo'llab qo'yishingiz mumkin. Biroz fursatlardan so'ng farzandlaringiz sizning ovozlaringizni tinglab xursand bo'lishadi. Marhamat, biz sizni eshitamiz. Ilohim katta rahmat sizga ham, farzandlarimga ham. Ilohim shularni baxti kamolini ko'rib yurish nasib qilsin. Omadlarini deb el yurtga, oilasiga, ota-onasiga xizmat qiladigan mard va jasur o'g'lonlar bo'lsin. Ilohim hamisha Alloh panohida bo'lsin. Omadlar hamisha ergashib yursin. Alloh bergan ne'matlarim sog'-omon bo'lsin. Men hammasini yaxshi ko'raman. Nardi jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Omon bo'linglar, bolajonlar. Rahmat opajon, albatta bu quvonch ko'z yoshlari. Siz shu qadar farzandlaringizga chiroyli tarbiya bergan ekansizki, ular sizga shu qadar mehrli, oqibatli ekanlar. Sizni quvonchli kuningizda mana shunday kutilmagan, noodatiy tarzda tabriklab, sizni xursand qilishni niyat qilgan ekanlar. Rahmat, sog' bo'lsin, baxtimga omon bo'lsin. Ilohim sizlarga ham rahmat, ishlaringizga rahmat. Rahmat opajon. Yordamish tilayman. El xalqimiz shunday quvonchli damlarida sherik bo'lganlaringiz uchun katta rahmat. Rahmat opajon, samimiy tilaklaringiz uchun tashakkur. Siz ham turmush o'rtog'ingiz Alisher aka bilan qo'sha qarib Alloh bergan ne'matlaringiz, o'g'lilaringizni huzurini, rohatlarini ko'rib, o'zingizni chiroyli xonadoningizni qirolicha onajonisi bo'ling. Xudo xohlasa, hali keliningiz yo'q shekilli, opajon? Yo'q, hali Xudo xolasa endi nasib bo'lsa. Ilohim xonadoningizga chiroyli, soliha kelinlar nasib qilsin. Ular hattoki farzandlaringizdan-da ziyoda sizga mehrli, oqibatli bo'lsin ilohim. Ilohim aytganingizdek shunday bir soliha kelinlar, soliha nabiralar ato qilsin. Shularni ardog'ida yurish bizga ham nasib qilsin.
Ilohim, samimiy tilaklaringiz o'zingizga hamroh bo'lsin. Turmush o'rtog'ingiz bilan qo'sha qarib, Xudo xohlasa haj ziyoratlariga borib hojona bo'lib yuring. Yulduz opa, yana bir bor bugungi shukronalik ayyomingiz bilan sizni loyihamiz tomonidan samimiy muborakbod etamiz. Yaqin fursatlar ichida siz bilan mazmunli suhbat davomida Go'zal dil izhorlar loyihasi boshlovchisi Marjona Fayzullayeva bo'ldi. Bugungidek yuqori a'lo kayfiyat sizga doimo hamroh bo'lsin. Tug'ilgan kun ayyomlaringizni yaxshi o'tkazib oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga, kattakon rahmat. Vaqtlaringizni ayamay ana shu xursandchiliklarga sherik bo'lganlaringiz uchun katta rahmat. Ishlaringizga rivoj, omad. Ilohim dunyomiz tinch bo'lsin. Shunaqangi yaxshi kunlar ko'p bo'laversin. Rahmat opajon, biz ham ayni fursatlarda erta tongdan sizday go'zal ayolni, mehribon onajonni dilbandlari tomonidan tabriklab, oz bo'lsa-da xursand qila olganimizdan behad mamnunmiz. Rahmat, rosa xursand bo'ldim. Ko'zlarimdan yosh oqib ketdi. Rahmat, tashakkur. Yana bir bor bugungi quvonchli kuningiz, shukronalik ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga, charchamanglar. Rahmat, salomat bo'ling. Ushbu diltorda tarona ham siz uchun. Bemor bo'lsa agar uzat, titroq bosar tanamni. Robbim ayla ehtiyot, xasta qilma onamni. Ularsiz yashash og'ir, tingla bir bor nolamni. O'tinaman ey Tangrim, xasta qilma onamni. Onajonim, onamman, mehribonim, jonimman. Onajonim, onamman, mehribonim, jonimman. Otamning ko'ngil ardog'i, jonajonim, onamman. Otamning suyukli yori, jannat ko'sham, onamman. Mehribon tushunarlar odamni, jonini ayla omon, xasta qilma onamni. Keltirdilar dunyoga, ko'rdi qancha alamni. Chidadilar sinovga, xasta qilma onamni. Dil yarim bilasan lek, yangilama yaramni. Qo'yib hayotimga chek, xasta qilma onamni. Mushtoqdirlar yo'limga, qalbim tilma onamni. Rozidirman o'limga, xasta qilma onamni. Onajonim, onamman, mehribonim, jonimman. Onajonim, onamman, mehribonim, jonimman. Otamning ko'ngil ardog'i, jonajonim, onamman. Otamning suyukli yori, jannat ko'sham, onam.